Mana bobangiz bilan hasharni ham qildik, Navro'zni ham kuyladik. Hutni ham aytdik, sabrni ham aytdik. Ana endi bolalarim bilan Ramatjonning surnayiga bir o'ynab bersak. Bobo? Yaxshi. Qani bo'lmasa ketdik. Rahmat. Chiroyli. Assalomu alaykum. Dasturimizni bayramona kayfiyat bilan boshlab bergan Oxuva folklor ansambli bo'ladi. Mehmonlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Kayfiyatni ko'tarib yubordinglar. Ko'rgan odam darrov bildi. Bugun bizda bayram. Buning uchun sizlarga alohida rahmat deymiz. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli tele tomoshabinlar, efirda yana Oydin hayot live dasturi. Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun ham a'lo kayfiyat bilan oilangizga oydin hayot bo'lishi uchun o'zimizda yoqqanlari sizga ilinganlarimiz bilan dastur davomida xonadoningiz mehmonimiz. Mehmonlarni ko'tarinki kayfiyati meni so'zlarimni ham chalg'itib yuboradi. Darhol o'yinga qiziqib o'yinga o'zim zo'rg'a tutdim, Shuhrat. To'g'ri. Azizlar, bugun 15-aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni. Shu munosabat bilan mana shu soha vakillarini o'zimizni ham mana shu kasb bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Va shu munosabat bilan bugun Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Oxuva folklor etnografik xalq havaskorlik ansamblini dasturimizga taklif etganmiz. Mana ular ijrosidagi chiroyli qo'shiqlarni, qolaversa raqslarni birgalikda ko'rdik. Ularga uzoq yo'l bosib kelganligi uchun alohida rahmat deyishimiz kerak. Albatta. Va fursatdan foydalanib bugun bayram bilan barcha madaniyat va san'at sohasi vakillarini tabriklaymiz. Madaniyat sohasidagi fidoyi mehnatingiz davomida yangi yutuqlar tilaymiz. San'at va madaniyat olamida o'z mehnatingiz bilan yurtimizning ma'naviy boyligini oshirishda aslo charchamang deymiz. Mehmonlar xush kelibsizlar. Sizlarga bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Albatta. Va Shuhrat mana shu jamoani rahbari albatta birgalikda kelganlar. Ular Feruzaxon Jumayeva bo'ladilar. Feruzaxon xush kelibsiz. Mehmonlar xush kelibsizlar studiyamizga.
Keling endi teletomoshabinlarimizga mana shu jamoa haqida o'zingiz ikki og'iz aytib bersangiz. Bu jamoa qachondan beri faoliyatda, qanday tadbirlarda ishtirok etyapsizlar, oldindagi rejalar qanday, shular haqida. Rahmat sizga. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli butun O'zbekiston xalqimiz. Assalomu alaykum Surxondaryo xalqi, Bandixon xalqi, barcha madaniyat xodimlarini bugungi kun sana madaniyat xodimlari kuni bilan barchalaringizni tabriklayman. Mana shunday ulug' dargohga bizning kichkinagina arzimagan bizning xalq jamoamizni chaqirganlaringiz uchun minnatdormiz. Buning uchun eng avvalo tumanimizni hokimiga minnatdorchilik bilsam bo'ladimi? Albatta. Abdumalik aka, bir haftadan beri sizni uxlatmayman. Joningiz sog' bo'lsin. Katta rahmat sizga. Homiylarimizga albatta o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Xayrixohlik bildirganlari uchun rahmat. Xo'sh, jamoa haqida Feruzaxon? Rahmat. Bizning jamoamiz 1992-yildan buyon faoliyat ko'rsatib keladi. Allohga shukr. Bunga ustozlik qilib kelgan men 2020-yildan buyon bu jamoani badiiy rahbari bo'lib kelayotgan bo'lsam, shu paytgacha Oybahor opa Almanova, Uljon opa Mingniyozova degan opalarimiz rahmatli bo'ldilar. Ustozlarimiz albatta ularni unutib bo'lmaydi. Ustoz shogird an'anasiga e'tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari bizning oldingi hozir nafaqaga chiqdilar. Rashid aka Boynazarov juda sa'y harakatlari katta bo'lgan. O'z minnatdorchiligimni bildiraman jamoam nomidan. Bugun kelolmadilar, kelmoqchi edilar. Bizning jamoa xudoga shukr mana shu o'zimizni faoliyatimizni olib boryapmiz. 2022-yil xalq havaskorlik unvonini qo'lga kiritdik. Vazirimizga rahmat. Prezidentimiz bitta narsaga juda yaxshi nazarda qaratyaptilar. Xalqimizda unutilib ketilayotgan qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni o'sib kelayotgan bolalarimizga, yoshlarimizga chiroyli tarzda sayqal berib ishlashdi. Bu xalq og'zaki ijodiyoti kasblariga yo'naltirib qo'ydim. Buning uchun o'z prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiramiz. Nima uchun? Masalan, biz oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, mana bu toltovoqni olib kelganmizda, bu 3-avlodman. Chunki meni bobom toltovoq yasaganlar-da, biz hozir yoshlarga bu nima desangiz bilmaydi. Biz bunga she'r qilib, bunga qo'shiq bastalab, chiroyli qilib, qo'shiq qilib aytib bersak, yoshlarimizga zavqlanib, voy shu toltovoq ekanda. Demak, bu sog'liqqa ham foydali bo'lgan ekan, ham o'zimizning milliy qadriyatlarimiz ekan degan ma'noda ular asta-asta qadriyatlarimizdan ulgu olib kelishadi. Albatta buni unutib yubormaydi. Ansambl 1992-yilda tashkil topgan dedingiz. Siz o'zingiz necha yildan buyon? Men 5 yildan buyon faoliyat olib boraman. Sizningcha folklor ansambli tomonidan ijro etilayotgan qo'shiqlarning ma'naviy qiymatini nimada ko'rasiz? Nimadan iborat? Masalan, ko'proq milliyligimiz, urf-odatlarimiz unutilib ketayotgan, qarang, bizlarda Surxon zaminida uzoq nimalarda Bandixon tumanimiz juda bir kenja tumanlardan biri bo'lib respublikamizda juda qadriyatlarga boy. Bizlarda marosimlarimiz juda ko'p. Ana shulardan kelib chiqqan holda biz jamoaga qo'shiqlarimizni ham o'sha narsalardan olamiz. Buning nimasi juda mohiyati juda katta. Nima uchun? Masalan, oddiy kadi yoki bir nimani oladigan bo'lsak, muammolarimiz echki sog'ayotganda biz hozirgidek kastrul satillar bo'lmagan. Muammolarimiz yog'larni, sut qatiqlarni oddiy kadilarda sog'ib, turmush o'rtog'iga, ya'ni erlariga chiroyli qatiqlar qilib berishgan. Hali sizlar bilan ko'p suhbatlashamiz. Nega hamma narsani bittada gapirib qo'yasizlar? Hali ko'p. Qiziq qolmaydi. Shuning uchun to'xtang. Mana shu joyda to'xtatib turamiz, chunki qiziq bo'lish kerak-da. Bu intriga deydi, ruschasiga qilib aytganda. Sal mundoq qilib qo'ysak, keyin yana suhbatimizda mana shularni hammasini aytib o'tasizlar. Hozircha esa sizlarga rahmat deymiz. Ketib qolmaysizlar. Aytib o'tganimizdek, dasturning oxirigacha sizlardan chiqishlar ko'ramiz, qolaversa yana suhbatlarimiz bor. Hozircha rahmat deymiz. O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz nomoddiy meros, nomoddiy madaniy meros bo'yicha xalqaro ekspert, xalqaro dostonchilik qo'mitasi a'zosi, 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni sohibi professor O'rozali Toshmatov bo'ladilar. Assalomu alaykum O'rozali aka. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Bayram muborak bo'lsin. Hammalaringizga bayram muborak bo'lsin. O'rozali aka, albatta bayram sizga muborak bo'lsin deymiz. Shu bilan birga suhbatimiz avvalida bir narsani bir ta'kidlab ketkim keldi. Mana bugun biz Pardozxonada ertalab o'sha tayyorgarlik jarayonida bugun san'at va madaniyat xodimlari kuni ekan desak, ha, bugun xonandalarni yoki artistlarni bayrami ekan degan bir gapni eshitdim. Aslida bu san'at va madaniyat xodimlari
xodimlari kuni deganda san'atga, madaniyatga qaysi sohadan, qaysi rakursdan bo'lsin daxldor insonlarning, kasb egalarini barchasining bayrami desak bo'ladi. Xususan mana prezidentimizning tashabbuslari bilan maqom festivallari o'tkazilyapti. Baxshichilik festivallari, qolaversa hunarmandchilik bilan bog'liq turli tadbirlar o'tkazilyapti. Mana shu tadbirlarda ishtirok etayotganlar, ularga yordam berayotganlarning ham bugun bayrami desak noto'g'ri bo'lmas. Nima dedingiz? Albatta. Nimaga deyilganda o'zi madaniyat tushunchasi juda ham keng tushunchada. Madaniyat tushunchani ishiga san'at ham kirib ketadi. Mana sizlar ham madaniyat xodimlarisizlar, chunki madaniyatni tarqatuvchisizlar. Televideniya, kino, bular xodimlari ham hammasi madaniyat xodimlari hisoblanadi. Kutubxonadagi ishlaydiganlar ham madaniyat xodimlari. O'sha aytaylikki, hunarmand deymiz, ular ham madaniyat tarqatuvchilar olib qaraganda. Chunki shu muqaddam shu madaniyat vazirligining tizimida hamma mana shu tashkilotlar bitta vazirlik tizimida edi. Hozir yana turli tashkilotlar, yo'nalishlar ko'payib ketganligi uchun vazirliklar boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin biz hammamiz madaniyat xodimlarimiz. Bu madaniyat xodimlariga haqiqatan so'nggi yillarda juda katta e'tibor bo'layotganini biz guvoh bo'lyapmiz-da. Xususan mana shu madaniyat va san'at xodimlari kunini o'zini bayram qilib sifatida belgilanishini o'zi juda katta voqea bo'lgan. Undan tashqari madaniyat va san'at fidokorligi ko'krak nishonlari ta'sis etildi so'nggi yillarda. So'nggi yillarda qilinayotgan ishlar aytaman. Mana shu ayniqsa 2016-yildan boshlab shu madaniyat va san'at sohasiga nomoddiy madaniy meros deb aytiladigan bir tushuncha borda, u hammasini qamrab oladigan tushuncha. Shu sohada juda ko'p ishlar qilindi. Bir chetdan agar sanab o'tadigan bo'lsak, 18-yildan boshlab maqom anjumani, maqom anjumani, baxshi san'ati bo'yicha xalqaro festival. Undan tashqari aytaylikki Atlas bayrami. Undan tashqari o'sha Marg'ilonda 2 yilda bir marta o'tkaziladigan folklor Buyuk Ipak yo'li nomidagi xalqaro folklor san'ati festivali va hokazo. Yoki bo'lmasam aytaylikki birinchisi Qo'qonda bo'lib o'tgan hunarmandchilik festivali. Mana shunga o'xshagan ko'plab xalqaro tadbirlar tashkil etildi. Undan tashqari aytaylikki mana shu sohani rivojlantirish uchun respublikamizda hamma viloyatlarda maqom ansambllari tashkil etildi. Maqom maktablari tashkil etildi. Baxshichilik maktablari, maxsus baxshichilik maktab internatlari tashkil etildi. 3 ta joyda tashkil etilgan. Bu Surxondaryoda tashkil etilgan, Xorazmda va Qoraqalpog'istonda tashkil etilgan. U yerda bolalarimiz bevosita shu baxshichilik san'atini o'sha yerda yotib, ham ovqatlanib, ham ta'lim olib o'sha yerda tarbiyalanadigan bo'ldi. Undan tashqari shu bolalar musiqa va san'at maktablari bor. 300 dan ortiq bizning mamlakatimizda. O'shalarda ham hammalarda, deyarli hamma joyda, hattoki o'sha baxshichilik san'ati, maqom san'ati unchalik rivojlanmagan hududlarda ham mana shu bo'limlar ochildi. Murozzal aka, mana shu qilinayotgan ishlarni biz mana shu milliy an'analarimiz zamonaviy dunyoda saqlanib qolinishi uchun, kelajak avlodga yetkazilish uchun qilinayotgan sa'y-harakatlar. Albatta, bilasizmi nima? Nomoddiy madaniy merosning o'zida bitta qoida bor-da. Avvalo ko'pchilik aytadi, nomoddiy madaniyat, ma'naviy madaniyat degan ekanda, yo folklor degan ekanda deb aytishadi. Yo'q. Nomoddiy madaniy meros bu kengroq tushunchada. Bu aytaylikki, folklor u bugun paydo bo'lgan bo'lishi, u qo'shiq. 3 yil oldin paydo bo'lgan, 10 yil oldin paydo bo'lgan bo'lishi. U nomoddiy madaniy merosga aylanish uchun 3-avlodga o'tish kerak. Ana. 3-avlodga o'tish kerak. Chunki u meros degandagi narsa otadan bolaga qolgan narsa meros bo'ladi. Nomoddiy madaniy meros bobodan qolgan bo'lishi kerak. 3-avlodga o'tgan bo'lsa, u nomoddiy madaniy meros deb aytiladi. Bu endi fikrlar, his-tuyg'ular, dunyoqarash, xulosalar hammasi nomoddiy madaniy meros. Moddiy madaniy merosni ko'proq tushuntirgan paytda nomoddiy bilan farqlashtiraman. Birinchisida moddiy madaniy meros ushlab ko'rsa bo'ladi. Ushlab ko'rsa bo'ladi. Nomoddiyni ushlab ko'rib bo'lmaydi. Moddiy madaniy meros unda universallik bor. Universallik degani misol uchun aytaylikki, Toj Mahal deydi, Buxoro markazi, Samarqand markazi deydi. Uni butun dunyo tan olish kerak uni. Tan olmagan bo'lsa, u moddiy madaniy meros bo'lmaydi. Unda keyin autentlik bor. Autentlik degani yaratilganda qanday shunday bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday saqlanadi. Mana bu yerda ishlayotgan nima navbatdagi lavhaga tanlanayotgan oshpazimiz Xorazmdan ekanda. Xorazmda misol uchun Ichanqal'a bor. Ichanqal'adagi yashaydiganlar o'sha uyini tashqarisini boshqacha nima qilishi mumkin emas, ta'mirlash mumkin emas. Mumkin emas. U shunday saqlanish kerak. Yoki bo'lmasam Samarqanddagi koshinlari bitta tushib ketsa, xuddi shu uslubda, xuddi shu rangda qo'yib joyiga qo'yish kerak. Bo'lmasa buziladi. Nomoddiy madaniy meros. Qarang, bundan farqli ravishda u jonli meros deydi. Jonli degani hozirgi kunda hayotdagi meros.
hozirgi kunda bizni hayotimizda bo'lmasa u meros hisoblanmaydi, u yo'qolgan hisoblanadi. U tirik bo'lishi kerak. Tirik bo'lishi kerak. O'shaning uchun ham so'nggi paytlarda shu nomoddiy madaniy merosni tirik meros deb atashyapti shu. So'nggi yillarda mana shu nomoddiy madaniy meros borasida ham juda ko'p yangiliklar bo'ldi-da. Hozirgi kunga kelib mana 16-nomzod kiritildi shu reprezentativ ro'yxatga. Mana shu o'tgan yilni 24-yilni dekabr oyining boshida Paragvayda Asunyon shahrida shu hukumatlararo qo'mitani yig'ilishi 19-yig'ilishi bo'ldi va shunda biz rubobni yasash va ijro etish nominatsiyasini o'sha ro'yxatga 16-bo'lib kiritdik. Ajoyib, tabriklaymiz. Ularni bu yutuqlarni hammasi bizda mamlakatimizda yaratilgan sharoitdan kelib chiqadi. Va bu sharoit nimadan bo'lyapti? Bizda merosimiz nihoyatda boy. Yana bitta fikr keldi hozir O'rozali aka, agar endi taqdir taqozosi bilan oladigan bo'lsak, moddiy meroslarga qandaydir ziyon yetkazib, ularni yo'q qilish mumkindir. Lekin agar nomoddiy meros tirik bo'ladigan bo'lsa, uni hech qanday kuch bilan yo'q qilishning imkoni bo'lmaydi. Uni yo'qotishning bitta yo'li bor, konservatizm. O'sha narsani xuddi shunday bo'lish kerak, tegmalaring deydigan bo'lsa yo'qolib ketadi. Yangiliklarga, o'zgarishlarga qarshilik. Mana baxshichilik san'ati hozir saqlanib qolgan hududlarimiz Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda saqlanib qoldi. Oldin baxshichilik san'ati Toshkent viloyatida bo'lgan, Bo'kada bo'lgan, Ohangaronda bo'lgan, Namangonda bo'lgan, Navoiyda bo'lgan, Samarqandda bo'lgan. Respublikamiz deyarli barcha hududlarda, toqqa yaqin hududlarda hamma joyda baxshichilik san'ati bo'lgan. Bu joyda u zamonga moslasha olmadi. Har qanday nomoddiy madaniy meros zamonga moslashishi kerak. Biz agar shu maqomlarni ham shu 16-asrda aytgandek aytasan, yo bo'lmasa aytaylikki shu o'tgan safargi nima o'tgan asrdagi yozilgandek qilib aytishing shart, chiqishing mumkin emas deydigan bo'lsa, u odam yoshlarga yoqmasligi mumkin. Biz uni qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar maqsad maqomni musiqasimi, u musiqani xohlasa fortepianoda chalsin, xohlasa skripkada chalsin. O'sha musiqa asosiy narsa bu yerda bo'lishi kerak. Uni yetkazishni zamonaviy shakllardan foydalansakgina u narsa saqlanib qoladi. Demak, sizlarning ham zimmangizda bitta yaxshigina, ulkangina ish ekanda, haqiqatan bu narsani saqlab qolish, kelajak avlodga, zamonaviy dunyoga yetkazish, albatta sizlarni barchamizni qo'limizda ekan. Bugun kelganingiz uchun sizga alohida rahmat deymiz. Haqiqatan ham juda ham qiziqarli suhbat, lekin vaqt chegaralangan, ko'p bilasiz, jonli efirdamiz, shuning uchun bugunchalik uzr. Va O'rozali aka, sizni yana mana shunday qilinayotgan ishlar haqida xabardor qilish uchun, yutuqlar bilan bizni ham xursand qilish uchun yana dasturlarimizda kutib qolamiz. Kelajakdagi ishlarni albatta siz orqali keng jamoaga ham yetkazishdan baxtli bo'lamiz. Jonim bilan kelaman. Salomat bo'ling, ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Endi esa yuqoridagi fikrlarni isboti o'laroq mana Ohuva folklor ansamblidan yana bitta chiqishni tomosha qilsak birgalikda. Marhamat. Kutganim yarimni
Rahmat. Sizlar bilan dasturimiz juda ham chiroyli o'tyapti. Rahmat yana bir bor. Biz esa sport maydonchasiga yo'l olamiz. Sizlar esa yana joylarni egallashinglarni so'rab qolamiz. Rahmat. Juda ham chiroyli raqs, juda ham ijro. Kayfiyatni ko'taryapti. Albatta. Bayram o'tyapti. Biz esa mana sport maydonchamizda navbatdagi mehmonimizni qarshi olsak, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz oliy toifali gimnastika murabbiyi, fitness trener Guljanoy Jumanazarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Bizni dasturimizga yoqyaptimi sizga? Ma'qul bo'lyaptimi? Chunki biz bilamiz, gimnastika mashqlarini bajarganda ham yuqori kayfiyatni o'ziga xos bir ta'siri bor. Guljanoy, endi bizga ikki og'iz o'zingiz mana shu sohaga qanday kirib kelgansiz, nimalar sizga ilhom beradi, shu haqida ikki og'iz aytib bersangiz. Men o'zim Xorazm viloyatidanman. Xorazmda yoshlik paytimdan televizorda gimnastikachilarni ko'rib, o'zim ko'chada, mahallada gimnastika qilib yurardim. O'sha qiziqishimni ko'rganim ota-onam ko'rib, o'zimizning tumandagi sport maktabiga meni berishgan. Sport maktabida 2 yil trenirovka qilganimdan keyin Urganch Olimpiya zaxiralari kollejiga qabul qilinganman, maktab internatida. U yerda 6 yil o'qishni davom ettirib, 3-kursni bitirganimdan keyin Toshkent davlat jismoniy tarbiya universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Eng qizig'i, O'zbekiston bo'yicha bitta dona grant bo'lgan. Siz yutgansiz uni ham. Uni ham men yutganman. Barakalla, juda ham yaxshi. Yuqori natijalar har doim sizga hamroh bo'lsin deymiz. Rahmat, kattakon. Tushunarli. Mana endi siz trenersiz, badiiy gimnastika bo'yicha. Badiiy gimnastika bo'yicha trenerman. 7 yildan beri faoliyatimni olib boraman. Nafaqat badiiy gimnastika, balki o'zi asosan diplomim badiiy gimnastika bo'lgani bilan o'zim ustimda yana ishlab, hozirda 6 xil yo'nalishda murabbiylik faoliyatimni olib boryapman. Siz mijozlar uchun individual mashq tanlashda, dasturlarni tuzishda qanday yondashuvlarni qo'llaysiz va ularni ehtiyojini insonlarga, o'sha kelgan sizga shogirdlikka kelganlarga qanday moslashtirasiz yana? Bizda 2 xil yo'nalish bor, gruppovoy va individual yo'nalish bor. Gruppada asosiy og'riqlar bilan shug'ullanamiz va semizlik, sog'liqni tiklash bo'yicha. Individual yondashganimizda birinchi kelgan mijozimizning shaxsiy muammolarini o'rganib chiqiladi. Psixologik tarafdan ham, jismoniy tarafdan ham, masalan, semizlik qiynayotgan o'quvchilar kelishi mumkin. Oilaviy muammolari bilan kelgan o'quvchilarimiz bo'ladi. Sog'lig'ida, suyaklarida muammolar bor. Masalan, kichkina qizlar bo'lsa, kichkina qizlar detskiy gruppamizda oyog'ida muammolar, O obrazniy, X obrazniy stapalarimiz qiyshiq o'sishi, noto'g'ri rivojlanishi bilan keladigan muammolarimiz bilan keladigan o'quvchilarimiz bo'ladi. Individual shakl qarab turib, ularga muammosiga qarab turib, mashqlar kompozitsiyasi tuziladi. Shunga qarab kunlik trenirovka jarayonlaridan olib boramiz. Yaxshilab o'rganib chiqarasiz. Albatta. Ajoyib, juda ham yaxshi. Va aytingchi, turli xil mashg'ulotlar paytida turli xil jismoniy jarohatlar olish ham mumkin. Ular ko'p uchraydiganlari qaysi jarohatlar va ulardan saqlanish uchun nimalarni tavsiya qilasiz? Sport sohasida hammamiz bilamiz, eng ko'p jarohat bu pay cho'zilishi bo'ladi. Pay cho'zilishi nimadan kelib chiqadi? Birinchi navbatda yaxshilab qizib olmaslikdan. Razmika jarayonimiz bu tanamizni tayyorlash jarayoni juda ham muhim fundament hisoblanadi. Yaxshilab qizib, kerakli darajada qizib olmasdan mashqlarni, og'ir mashqlarga o'tib ketish bu katta xato hisoblanadi. O'shani hisobiga jarohatlarimiz kelib chiqadi. Undan tashqari qilayotgan mashqni tushunmasdan qilinadigan harakatlar, texnikasi borda. Har bitta mashqning o'zini bajariladigan texnikasi bor. O'sha narsani trener birinchi tushuntirish kerak o'quvchiga, nima sababdan shu mashqni qiladi, uni texnikasini obdon o'quvchiga tushuntirib, keyin o'quvchiga zadaniya bersa, o'quvchi birinchi tushunib olib, keyin shu mashqni qilsa hech qanaqa jarohatlar bo'lmaydi. Tushunarli. Demak, mana shu mashqlar bilan shug'ullanishda ham bizdan savodxonlik talab qilinadi. Ko'r-ko'rona yoki qo'shni mana shu mashqni qilib. Demak, murabbiydan ko'rgan yaxshi ekan. Bo'lmasam biz oddiy o'sha ijtimoiy sahifalarda ko'rib, qiyin mashg'ulotni
birdaniga boshlab olsangiz, siz aytgandek Albatta, pay cho'zilishlar, albatta. jarohatlar o'zboshimchalik bilan o'sha shundoq televizorlarda, internetlarda hozir juda ham ko'p hamma masalan maslahatlar o'zini ilmini internet orqali berishyapti. Lekin shu narsani o'zagini tushunmasdan, mashqni texnikasini tushunmasdan uy sharoitida bajarishsa jarohatlar olishi mumkin. Uni o'zini etaplari bo'ladi. Masalan, oddiy mashqlar bor, uy sharoitida bemalol ekran orqali bajaradigan mashqlar. Hozir shunaqa mashqlarni ko'rsatib beraman. Siz bo'lmasam qizdiruvchi mashqlarni bajarib bo'lgansiz. Hozir bajarganmisiz qizdiruvchi mashqlarni? Albatta. Bajarganlar, lekin teletomoshabinlarimiz uchun aynan shu mashqlarni ko'rsatamiz. Albatta. Endi hozir butun общий hamma ayollarimizni, hamma insonni muammosi bilan ularga davo bo'ladigan mashqlarni, hammaga to'g'ri keladigan mashqlarni ko'rsataman. Bu osanka hisoblanadi. Hamma ayol qizlarimiz ham, erkaklarimiz ham shug'ullansa bo'ladigan mashqlarni ko'rsatib beraman. Ko'p kompyuterda, telefonda o'tiradigan, hozir hamma telefonda o'tiradi. Mana bunaqasidan o'tirishadi. Bo'yin sohasidagi og'riqlar, umurtqa pog'onamizdagi og'riqlarni bartaraf qiluvchi mashqlarni ko'rsatib Juda ham yaxshi va teletomoshabin, marhamat, siz boshlashingiz mumkin. Teletomoshabinlarimiz imkon qadar birgalikda bajarishingiz mumkin. Birgalikda bajarib, marhamat. Birinchi navbatda qiladigan mashqimiz mana bo'yin sohasiga qiladigan mashqimiz bo'ladi. Bo'ynimizni shundoq gavdamizni tik tutgan holatda bo'ynimizni birinchi oldiga egamiz. Oldiga egib turib, mana pastdan volna orqali joyimizga olib kelsak, bu bo'ynimizning og'riqlarini ketkazishga yordam beradi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Shu mashqni ham qo'shilib bajarishyapti. Albatta. Yaxshigina bo'yinni cho'zish kerak ekan. Bo'ynimizni cho'zib, mana shu ortiqli tochkasiga yetkazib, yana qaytarib olib kelishimiz kerak. Bu mashqimizning texnikasi shunaqa. Keyingi mashqimizda qo'limizni ushlab, zamon holatida ushlab olgan holatda, agar gibkisda kamroq insonlarga oddiy sochiqni olib, sochiqni ushlab qilsa ham bo'ladi, yordam bersa bo'ladi. Qo'limizni ushlaymiz, tirsagimizni oxirigacha cho'zib, gavdamizni ko'targan holatda boshimizni oldiga egib, orqaga 1 2 3 4 5 6 7 8. Shu mashqimizni 8tadan 2 karra, 3 karra takrorlasa, bo'ynimiz sohamiz mana egilib qolmasdan mana asankamiz to'g'ri bo'ladi. Bo'yin sohasidagi og'riqlarimiz ketadi. Cho'zilish bo'yinda. Albatta. Qo'limizni oxirigacha cho'zamiz, boshimizni oxirigacha orqaga, oldiga harakatlantiramiz. Undan keyin bajariladigan mashqimiz bor. Qo'limizni 90 gradus deymiz. Mana 90 gradusga yopamiz. Ochamiz. 1 2. Bu yopgan paytimizda qo'limizni, mushaklarimizni oxirigacha qotirishimiz kerak. 1 ochganimizda mana yelkamizni tekis turishi kerak. Hammasi mana texnikasi shunaqa. Yelka bilan tirsak bilan qo'lni uchi tekis turishi kerak. Gavdamiz mana turamiz shunaqa. Ketdi mana 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu mashqimizni ham 3 karra, 4 karra takrorlasak bo'ladi. Yaxshigina mashq. Albatta, bu asankamizga, kuragimizga to'g'ri mashqlar bo'ladi. Keyin undan tashqari yana imенно asanka uchun ko'rsataman mana. Qo'limizni mana qarang, qulog'imizni tekkizadigan darajada bir xilla bo'ladi. Mana bunaqa ishlab tashlashadi. Bu xato hisoblanadi. Qo'limizni oxirigacha cho'zgan holatda, ikkinchi qo'limizni pastga cho'zgan holatda birinchi mana tirsagimizni pastdagini bukamiz, keyin tepada qo'limiz mana keladi. Qo'limiz dakansa kela olmaydigan odamlar uchun sochiq yoki oddiy palchkani olib bir-biriga bersa bo'ladi. Palchkani bir-biriga beramiz. Bu yerdagi texnika qo'limizni oxirigacha cho'zishimiz. Ana, cho'zamiz, olamiz. Mana Guljon va Firuza bajarmoqchi bo'ldilar-da, qo'llari orib qolganga o'xshab tuyuldi.
Bu nima uzoq vaqtdan beri aynan shu mushaklarni ishlatmaganlikdan dalolatmi? Ha, shunaqa. Lekin bu mashqni sekin-sekin qilsa, baribir qo'l bir-biriga yetadi. Aytaman, o'sha birinchi sochiqda, palkada, u palkani orasi ochiq bo'ladi, dakansa olib kelishingiz shart emas. Shunda palkani bir-biriga olib, mana bunaqa cho'ziladi birinchi. Keyin sekinlashtirib, bir-biriga qo'lingizni bir-biriga mana tekkizish darajasiga yetsangiz, bu sizning gibkisligingiz yaxshi degan. Demak, qarang Guljon, bir qarashda raqs ansambli juda ham ko'p harakat qilishadi, juda ham ko'p turli xil mashqlarni bajarayotgandek, lekin har bitta mushak uchun maxsus mashqlar bor ekanda. Albatta, murabbiylar shu sababdan o'qishadi. Shuning uchun kerak, tushunarli. Bo'ldimi yo yana bormi? Bugun davom etamizmi? Mayli, agar ko'rsatib bersangiz. Albatta, bizda mashqlar tugamadi. Juda ham har bitta a'zo uchun, har bitta mushaklar uchun mashqlarimiz juda ham ko'p. Undan tashqari, masalan, yana muammo bel sohasida tanamizda jirlar bo'ladi, yog'larimiz bo'ladi. O'sha yog'larni ketkazadigan mashqlarimiz. Oyog'imizni yelka kengligida ochamiz. Tizzamizni ozgina bukkan holatda tanamizni to'g'ri ushab, qo'limizni tizzamiz bilan quchoqlaymiz. Bu paytda mana oldiga egilib ketmasligimiz kerak. Gavda to'g'ri turadi. Mana qilib ko'rsanglar, mana shu yerdagi jirlarimiz qisiladi. O'sha qisilganini hisobiga mana o'sha yerda mana bu yerda nafas olish juda ham muhim. Egilayotgan paytimiz nafasimizni chiqaramiz. Buydiq mana. Yana nafas olamiz. Ketdi, buydiq. 1 2 1 2. Shu mashqni 15tadan 4 karra 5 karra takrorlasak, belimiz chiroyli bo'ladi. Ajoyib, juda ham yaxshi. Feruzaxon, juda ham bir qarashda oson, lekin juda ham samarali mashqlarni ko'rsatib beryapsiz va ishonchim komil, teleekran qarshisida o'tirgan ko'pchilik ayollarimiz aynan siz bilan birgalikda shug'ullanishni istab qolishsa ne ajab. Bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Ishlaringizga omad tilaymiz va sizni yana sport maydonchamizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Kelib turing, rahmat. Shu fursatdan foydalanib, ota-onamga kattakon rahmat aytmoqchiman. Onajonim, dadajonim, meni yoshligimdan qo'llab-quvvatlaganinglar uchun sizlarga juda ham kattakon rahmat. Hech qanaqa zapretlar, qiz bola bo'lishimga qaramasdan boshqa davlatlarga, boshqa shaharlarga jo'natib o'qishimga sababchi bo'lganinglar uchun hammanglarga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Biz ham ularga o'z minnatdorligimizni izhor etib qolamiz. Jamiyatimiz uchun mana shunday kerakli va juda ham mohir mutaxassis yetishtirganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat, Guljonoy. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. O'zbekiston telekanalida Odam hayot live dasturi davom etadi. Biz esa suhbatimizni mana endi oshxonada davom ettiramiz. Bugun bizning oshxonamizni mehmoni, suhbatdoshimiz, bizning qadrdon hamkorlarimizga allaqachon ulgurib aylangan, lekin bizni ancha kuttirgan, ancha kelmagan, uzoq yo'l bosib kelgan Furqat Novotov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Furqat og'a, yaxshimisiz? Ancha bo'lib ketdi-ya, kelmaganingizga. Ko'rganimdan xursandman. Sog'intirib yashagim keladi, Furqatjon. Furqat Novotov bilan eng qizig'i suhbat juda ham qisqa bo'ladi. Furqatjon gapirishni emas, tayyorlashni va o'z mahoratlarini ishda ko'rsatishni yaxshi ko'radigan mutaxassislardan. Shuning uchun gapirish mas'uliyatini ko'proq o'zimizga olamiz, Furqatjon. Siz esa shu har holda nimalar tayyorlaganingizni aytib bering. Bugun shiv toshi tayyorladik. Buni podlivkasi bu qaylasi yog'siz, yog' solmadik. Qaymoq bilan ishladik. Keyin salat tayyorladik, bu ham qaymoq ichida, qaymoq bilan. Furqatjon, bu o'zingizning yangicha yondashuvingizmi bu? Ha, o'zlarimiz mualliflik bir yondashuv. Juda ham yaxshi, ajoyib. Hamma ovqatlaringizni o'zingiz mualliflik qilasiz shekilli, menimcha. Endi ba'zi bir bu Xorazm mahallasida bor, endi ba'zi bir yondashga o'zgacha nimalarni qo'shib. Sizningcha agar mana milliy o'sha Xorazm taomlarini o'zgartirish kiritish kerak bo'lganda, siz nimasiga o'zgartirish kiritgan bo'lardingiz? Qaysi ovqatga, qaysi taomga? Endi biz o'zgartirishimiz mumkin. Uyda bor masalliqdan tayyorlashni o'ylab chiqardik. Nima bo'lsa o'shani tayyorlab. Faqat 4 faslda 4 xil tayyorlanadi. Bitta lag'mon bo'lsin. Faslga qarab tayyorlanadi. Ichiga qo'shadigan nimalari o'zgaradi faslda. Faqatgina qishda nima bo'ladi-ku?
Ajoyib. Boriga baraka deysizda, Furqatjon. Barakalla. Shivi toshini Shuhrat, siz yoqtirasizmi? Endi issiqku bu, keyin Yo'q, o'zi shunda so'rayapman, yeb ko'ring demoqchi emasman. O'zim gapira qolay. Shivi toshini juda ham yaxshi ko'raman, Furqat. Lekin bunaqa ko'rinishda qaymoqda hali tatib ko'rganim yo'q edi. Nima tatib ko'rasiz? Bunga yog' samasdan tayyorlangan parhez taom bo'ladi, ba'zi bir yog'siz. Endi o'zingiz ajoyib, ana sizga. Endi bitta narsa aytish kerak, Furqatjonchi shunaqa usta, kasbini ustalaridan yo'q sharoitda ham shu mohirona tayyorlab tashlayveradilar. Qizlarimizga rahmat, Anoraxon. Baraka toping, xamirni yoyishda mana juda ham qoyillatibsiz. Endi Shuhrat Furqatjonni shu kelishidan bilaman, oshxonaga kim keladi deb. To'ldirib. Faqatgina birinchi, ikkinchi emas, bizga Xorazmdan har xil patirlar keltiradilar. Mevalarni qarang, o'zlarining bog'larida pishirgan mevalardan. Va faqat sizni shu tayyorlashingizdan biz aytsak bo'ladimi, Xorazm ahli qorin to'yish uchun emas, zavqlanib bir estetik bahramand bo'lish uchun ham ovqatlarni tayyorlaydi desak to'g'ri bo'ladimi? Albatta, endi o'z ishingizni sevib ijod etsang zo'r-ku. Ha. Uyda ham shunaqamisiz? Uyda ham shunaqa, ba'zi bir har doim ovqatni o'zingiz tayyorlab, o'zingiz albatta. Furqat meni xonadonimda mehmon bo'lganlar biladi deb bunday ishora qilib qo'ysangiz, men tasdiqlab beraman. Uyga borgan. Ha, borganmiz Shuhrat. Oshxonada o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi, Furqat. Albatta. Qiyinchiliklari nima endi? Sabzavotlarni yaxshisini tanlab bilish. Birinchi xatosi shu sabzavotlarni sifatligi, keyin to'ralish jarayoni, keyin ko'p qo'rib berishi yog'da, qozonda qoldirish. Yonida turmasangiz, ham sizdan xafa bo'ladi, ba'zi bir qozon. Oshxonada endi o'tin yorish sal qiyin bo'lsa kerak desam, haqiqatan o'sha tayyorlaydigan taomni tayyorlashdan oldin u tanlangan masalliqqa ham ko'proq e'tibor qaratish kerak ekan. Oxir paytda qachon o'zi o'tin yoruvdi? Men endi oshxonaga endi kattaroq joyda-da, faqat endi oddiy gazlarda pishirmaydi-yu. Katta o'ch oladi, pishiradi. O'chaklarda pishiramiz ko'pincha. O'tinda ham. O'tinda. O'tinda. O'tinniki bar boshqa, to'g'rimi? Boshqacha. Barmoq qatdan ham bilardi. Men faqat yeb nima baho berishni bilaman deb. Tatib ko'rishni bilaman deb faqat. Shog'bosh kerak edi o'zi. Shu anjir kasb. Anjir, ha, anjir shoptolni ham kesib bering, armonimiz qolmasin. Furqat shu rezavorlarni qarang, to'ldirib olib kelganingiz. Bu nima Xorazmda pishdimi yo Toshkent shahridan? İşimizni sevgandan keyin shunaqa dastur topamiz-deng. Yashang. Topasiz. Ha. Furqat, mana endi yangiliklar haqida savol berdilar, Shuhrat. Demak, har kuni taom pishirayotganda yoki bir salatlar qilmoqchi bo'lganingizda o'ylab yotasiz, fantaziyali keladi, a? Ilhom kelgan paytda darrov shuni nima deydi, pishirib ko'rishga harakat qilsangiz kerak. Albatta tayyorlab ko'ramiz. Bor masalliqdan. Ba'zi bitta masalliq bo'lmaydi-ku. Uyda bor tarafdan go'shtsiz ham kerak edi, ovqat pishadi masalan. Ana. O'zini gashti bor hammasini. Yashang. Hech shu o'ylagan narsangiz bir-biriga mos kelmagan, o'xshamagan paytlar ham bo'ladimi, Furqat? Endi kam bo'ladi. Ha, kam bo'ladi. Endi necha yillik hozir tajribaga egasiz? Bir 15 yil bo'ldi. 15 yil, ajoyib, ajoyib. Ha, Shuhrat ayting. Yo'q, men Furqatga qarab turibman-da, tayyorlashni. Tatib ko'rdingizda, haqiqatan mazasi yaxshi. Mana, anjir shoptoldan ham tatib ko'ring. Salat yeb ko'ring, Shuhrat. Qarang, bir-birimizni hurmat qilishimiz, siz oling. Efir tugagandan keyin talashib ko'rasiz. Furqat, aytingchi, Oydin hayotlar dasturiga ancha bo'ldi kelmaganingizga. Xorazmda ham Oydin hayotlar dasturini tomosha qilishadimi? Muxlislar nima deyishyapti? Ko'rsatuv haqida. Ko'rsatuv zo'r. Yoshligimizdan shu yerdan ijod etib boshladik. Endi shu ko'rsatuvni sevgan uchun albatta kelish, Toshkentda qadamimiz tushsa kelamiz. Endi ancha kelmay qoldingiz. O'shanda Xorazmda kelib ketdik. Aytgan bo'lsa kerak, nimaga ko'rinmay qoldingiz Oydin hayotda oshxonasida degan bo'lsa kerak ular. Xorazmda ishimizdan ishimiz bor. Ishlar ko'pmi? Shu vaqt albatta. 1001 kilometr bosib kelish o'zi emas va shu o'rinda Furqatjon, sizni mana shu studiyada kelib o'zingizni o'sha loyiq o'rningizni topishingizda eng katta hissa qo'shgan bu Nosirjon aka Yoqubovni rahmat bilan ustozimiz albatta, keyin Nargiz opamiz ham bor, o'zi Rasul aka bor. Rayhona Ulusinova ilgari promou efir emas edi. Biz ijod etganda keyinchalik Nosirjon ustoz bilan ishladik.
qolaversa siz bilan albatta ustozlardan o'sha duo olganlar, ustozlarni ko'nglini topganlar albatta baraka topadi deyishadi-yu. Mana hozir xalqda bir tanilgan, nafaqat Xorazmda, kerak bo'lsa boshqa viloyatlarda ham tanilgan mohir oshpazsiz. Sizni o'sha o'zini o'sha bir tadbirlariga taklif qilib, katta-katta oshlarni damlatishga odamlar navbatda turadi. Buni yaxshi bilaman. Qimmat oshpazsiz-da. Yo'q, sizga. Sizga deb Qimmat, vaqti yo'q oshpazlardan. Va Furqatjon, mana shu tayyorlagan narsalaringizni barakasini, chiroyliligi, taqdim etish usulidan ko'rib turibdiki, ot o'rnini toy bosar yoki ustozidan o'tmagan shogird bu yaxshi shogird emas degandek, biz mana hozir fursatdan foydalanib Nosirjon aka Yoqubovga o'z salomlarimizni, duolarimizni va minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Va Furqatjon, sizni ham bugun bizni tomosha qilib turganlarga, xorazmliklarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Tilaklarimiz shu kasallarga shifo bersin. Aytganingiz kelsin. Ota-onamiz, ammamizniki umrlari uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Faqat yaxshi kun bo'lsin. Sizlar ham kuch-quvvat. Qolaversa shu yerda Akmal aka bor. Qadrdonlar. Barchasini rahmat aytaman Shuhratga. Salomat bo'ling. Endi og'amiz tepada endi. Tepadagilar alohida. Furqatjon, sizga ham Xorazmdan 1001 kilometr bosib, erinmasdan, yo'q demasdan kelib turganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Ishlaringizga, umringizga Alloh baraka bersin. Har doim yuzingiz yorug' bo'lsin va har doim mana shunday xalqni duosini olib yurish ustozlar kabi sizga nasib qilaversin. Salomat bo'ling, sizni ham bizni xush ko'rdik. Tez kelib turgan. Endi mana shu joyiga yana bitta jonli ijroda, o'quvchilar mana mashqlarni qilib, qo'shiqlarni ijro etishga tayyor turishibdi. Ular ijrosida biz yana bitta siz ularni hayratga soldingiz tayyorlagan taomlaringiz bilan. Endi ular sizni hayratga soladi. Shunday. Shuhrat, biz dasturdan avval xayrlashib. Yo'q. Keyin xayrlashamiz. Rahmat. Babamdan miras dumram, mamamdan miras dumram. Otama shalgan
Rahmat. Rahmat. Sizlarni ko'ribchi shundoq jim turib bo'lmaydi odam. Har qimillaydi, to'g'risi. Mencha hozir esimga tushib qoldi. Akmal aka Surxondaryoga nechinchi yil borgan edik? 2-3 yil bo'ldi borganimizga, menimcha. 2021-yildan. Surxondaryoga borganmiz, u yerda ham ana shunaqangi folklor chiqishlari bo'lgan. 2 soatdan oshuv jonli efirda ishlaganmiz o'sha televideniyada. Lekin haqiqatan ham har bitta folklorning chiqishi bir o'zgacha bo'lganda, hammasini ko'rib odam mazza qilgan. Hozir sizlarni ko'rib yana o'sha borganlarim esimga tushdi. Yana mazza qilib yordim haqiqatan. Rahmat. Va Feruzaxon yuqorida bir ilhom bilan nimalarnidir gapirgingiz kelgan edi. Keling, hozir sizga so'z bera qolaylikda, qolgan vaqtimizda unumli foydalanib, o'zingiz nimalarni istasangiz gapirib bersangiz. Marhamat sizga. Avvalom yana bir bor rahmat. Oydin hayot ko'rsatuvi yurtimizdagi hamma nimaiki jabhada xizmat qilayotgan xodimlar, ijodkorlar mana shunday yoritib berayotganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Avvalom bizlarning milliy qadriyatlarimizni oydinlashtirib, bizlarni taklif qilganlaringiz uchun avvalom yana bir bor rahmat. Bizlarning hududlarimizda hali Alloh nasib qilsa ko'p uchrashuv qilamiz. Yana keyingi dasturlarimizda albatta sizlar bilan urf-odatlarimizni, milliy qadriyatlarimizni bizlarda meros bo'lib kelayotgan nomoddiy madaniy meroslarimizni hali sizlarga ko'p ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Albatta bizni Bandixon tumanimizda milliy qadriyatlarimiz juda ko'p. Bobolarimizdan, momolarimizdan meros bo'lib kelayotgan, ayniqsa yoshlarni jalb qilib kelyapmiz. Mana bu kishi jamoa rahbar xoreografi Baxtiyor Shodmonov juda izlanuvchan yigit. Shu to'g'risida so'ramoqchi edim. Yoshlarning o'zi qiziqishi qanday bo'lyapti? Mana ko'ryapsiz yigitlarni raqsishini. Shu darajada nima ekanki, mana bu yigitimiz mana O'raljon opa, men ham havaskor bo'lib qatnasam maylimi? Birinchidan, ikkinchidan tumanimizning hokimi biz yoshlarni qo'llab, hatto joyi kelganda to'lov kontraktlarimizgacha yordam berib yuborgandan keyin nimaga endi biz sizni jamoangizga yordam bermasligimiz kerak? Albatta deganini o'zi bizga katta yutuqda. Mayli. Bunday mas'uliyatli yoshlarni biz qo'llab-quvvatlamasak bo'lmaydi. Keling, bitta muxlisni ham fikrini eshitaylik. Furqat og'a, nima deysiz? Kayfiyat ko'tardimi, yoqdimi sizga? Ajoyib. Mazza, haqiqatan. Ko'rish bir o'zgacha zavq, eshitish unga qo'shilib yana ham kayfiyat ko'taradi, to'g'risi. Kam gap insonni o'zi zo'r deganini o'zi ancha yuqori baho bo'ladi, Shuhrat. Mana shu O'raljon raqs tushlarini ko'ribchi, shunaqa bir zavq, shavq, shunaqa bir mehrni ko'rdim, barakalla, ko'z tegmasin. Demak, mana jamoamizda ketingizdan kelib, mana o'rningizni egallayotgan yoshlar juda ham ko'p ekan. Albatta. Yoshlarga yaratilayotgan sharoitlardan, demak, o'sha sizni tumaningiz yoshlari foydalanishyapti. Albatta. Unumli foydalanyapsizmi? O'raljonga qani bir mikrofon bo'lsa, mikrofon mana gapirsak bo'ladi. O'raljon? O'zi jamoada eng yoshi necha yosh? Jamoamizda eng yosh ishtirokchimiz 5 yoshlarda. Voy. Pokizaxon deydi. Biz u qizchamiz endi toy bo'layotganda kulcha dumalatish marosimi bilan biz o'sha unvonni olganmiz. O'shanda o'sha qizchamiz endi toy bo'lganda, hozir 5 yoshar bo'lgan. Bog'cha opasi, tarbiyachisi hammasi o'zingizda ekanda, Marhamat, O'raljon. Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oyim hayot ko'rsatuvini muxlislari. Nima deymiz, biz folklor san'atiga prezidentimiz ham juda katta e'tibor qaratyapti. Shu bilan birga biz ham O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida ham ta'lim olamiz, ham ta'lim olgan ta'limimizni ko'rsatyapmiz yuzada. Opamiz meni taklif aytib ko'rdi, men o'zim keyin hokimiyatimiz tomonidan yordam qilinuvdi, shuning uchun men ham chiqay yordam yerda qolmasin deb keldik. Shunda qarab tura olmadingiz. Qarab tura olmayman. Rahmat. San'atga o'zim unaqa qarab tura olmaydi. Folklor san'ati eng og'ir insonni ham bir martaga o'ynatadi. To'g'ri aytasiz. Rahmat, yigitlar, qizlar, hammalarga rahmat. Uzoq yo'l bosib kelganingiz uchun sizlarga alohida rahmat deymiz. Qolaversa, sizlarni qo'llab-quvvatlagan barcha homiy tashkilotlarga, o'zimizning homiyimizga ham alohida rahmat. Albatta. Va Surxondaryo ahli uchun yana eslatib ketmoqchiman. Bugun 23:00 da mana shu ko'rsatuvimizni takroran tomosha qilishingiz mumkin. Siz ham manzilga yetib borsangiz yoki mehmonxonalarda o'zingizga tashqaridan nazar solish imkoni bo'ladi. Yoki bo'lmasa internet tarmoqlari ham bor, YouTube, hammasida bemalol o'zingizlarni ham, bizani ham qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. Rahmat, buguncha kelganingiz uchun. Umidaxonga men o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu bir haftadan buyon men ham u singlimni umuman nima qilmayman,
rahmat bizlarga oydinlik kiritib yana ham ko'rsatuvlaringizga mos qilib yo'l yo'riqlar ko'rsatganingiz uchun Rahmat. sizlarga yana bir bor Va har biringizni ko'zingizda kimgadir ustozingizga ota onangizga rahbarlarga rahmat aytingiz kelayotgani ko'zingizdan ko'rinib turibdi. Mana shu bittagina rahmat deb ta'zim qilib qo'yishimiz hammaga rahmatimizni izhor etadi, chunki biz jonli efirdamiz, to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Studiyamizga rahmat barchalaringizga. Salomat bo'linglar. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi kun, bugungi sana yana bir bor soha vakillariga va o'zimizga, sizlarga ham birdek muborak bo'lsin. Va albatta bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni bugungi kun bilan muborakbod etib qolamiz. Bizni doim tomosha qilishda davom eting. Bu siz sevgan, sizni sevgan Oydin Hayot Live dasturida. Qolaversa, bugun tavallud kunini nishonlayotgan Barno Ilhomovaning o'g'illarini ham umrlari uzoq bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat.